12-odob. Biror gunoh ishni amalga oshirish uchun yoki qarindoshlik aloqalarini uzish uchun duo qilmaslik. Musulmon kishi biror gunohni bajarishga erishishi uchun yoki biror qarindoshi bilan aloqani uzishga muvaffaq qilinishini so'rab duo qilmasligi kerak. Zero bunday duo ijobat qilinmasligi haqida hadis sharifda xabar berilgan. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kimda kim biror duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga so'raganini beradi yoki o'shancha yomonlikni undan to'sadi. Modomiki u biror gunohga yoki qarindoshlik aloqasini uzishga duo qilmagan bo'lsa, deganlarini eshitganman. Termiziy rivoyat qilgan.